Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. 2025-yil 25-noyabr oyidan siz aziz obunachilarimiz uchun videorolik qilyapmiz. Do'stlar, YouTube platformasiga anchadan beri reklama qo'ygan yo'q edik. Havo hozir ancha qaytib qoldi, sovib qoldi. Shu 2-3 kun oldin havo ancha yaxshi edi. Fasonimiz Kartamira bo'lyapti. Kartamirani o'sha hozir qilsa bo'laveradimi deganlar uchun, xohlasa hozir havo yaxshi, mana o'sha ertalab ozgina sovuq edi. Hozir ancha qaytib qoldi havomiz. Kartamirani endi sizlarga yondan ko'rsataman. Yaqinroq olib ko'rsataman endi. Kartamira fasonimiz mana ko'rishlar mumkin. Kartamirani endi bilasizlar, endi har xil turli xil bo'lib ketyapti. Hozir hamma har xil chiqaryapti. Kimdir unday, kimdir bunday. Biz o'zimiz 3 xil, 4 xil fason qilib chiqardik. 4 xil fasonning ichidan uyda egalariga shu fasonimiz yoqdi. Shundan qilib beravering dedi. Bo'pti. Mana shu fasondan boshlaganmiz. Mana shu plastrlar keladigan bo'lsak, plastrlarimiz o'sha shuvoqdan, shkatulkadan chiqargan ekan. Plastrlarimiz o'sha bilasizlar, ko'k chim bor. O'sha ko'k chimni o'zida tampo deydi. O'shanda urib andavoda tekislab chiroyli qilib ketyapmiz. Tiyagalarimiz ham shu shuvoqdan chiqargan ekan. Tiyagalarimiz ham xuddi shu o'sha ko'k tampoda chiqarib kulini andavoda tekislab qilinyapti. Yaqinroq ko'rsatadigan bo'lsak, mana ko'rishlar mumkin. Buni Kartamirada hech qanaqangi bunaqasi ulangan joyi bo'lmaydi. Bemalol qilaverasizlar. Qish kunidami, yoz kunidami farqi yo'q. Hech qachon bu unaqa chak tushib qolmaydi. Ulashgan, tutashgan joyi bo'lmaydi bu narsani. Bemalol qilinsa bo'laveradi. Mana o'sha Kartamiramizni tagidagi foni mana shu bo'ladi. Tagiga xuddi shunaqa urib oladi. Bir sloy. Ichkari fasadimiz mana. Ob'yomimiz katta. Xohlasa 250 kvadrat, 400 kvadratimiz bor. Bir haftada bo'lishni rejalashtirganmiz. Nasib bo'lsa bir haftada bo'lish kerak. Like'ni bosib, obunani bosib ko'rasizlar. Bizni YouTube'da o'sha yangi kuzatuvchilar bo'lsa, bitta obunani bosib, like'ni bosib ko'rasizlar akalar. Sizlardan hech qanaqangi o'sha pul yechib qolinmaydi. Просто shu bizni sovuqda mehnatimiz uchun bittadan like'ni bosib qo'ysalar, biz shunga xursandmiz. Obuna bo'lmaganlar bittadan obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Qayerda qilinyapti deganlar uchun bu o'sha Sirdaryoda qilyapmiz. Guliston, Sirdaryo shu. Sirdaryoda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.